Assalomu alaykum. Mana skalatimizda assinasi uchun latoklarini qilib bo'ldik. Xudo bolalar kabillarini tashlab chiqishyapti assinasi uchun. Podъемникni birinchi qatorda namuna uchun assinalarimizni qo'yib ko'rdik. Bitta regl orasida 4 donadan bergan proyektimizda. Jami skalatimizda 130 dona 140 dona atrofida led bergan. Bugun kabellarini tashlab o'tsak, ertadan shinalarni nasib boshlaymiz. Yo'qsa ishimizga baho berasizlar, Alloh xolisa.